Muhtaram kuzatuvchim, assalomu alaykum, salomatmisiz? Dunyodoshlarim, charchab qolmayapsizmi? Ha, baraka toping, baraka toping. Mana sizga mana hozir kuzda, qishda yeyilishi kerak bo'lgan yana bir narsa, mana bu haligi qovunimiz bor-u, pirsilloq qovundirmidik, buni otini nimadir dedik. Hali orqasi mana orqasi pirsilloq qovundirmidik, ishqilib hozir mana qish faslida rosa ham shirin bo'lib qoladi, qand asal bo'lib ketgan vaqtida. Buni ko'ring, chiroyliligini. Yenglar deb sizlarga eslatish uchun kadr olyapman. Bu hali bu PR uchun bas, eslatish uchun. Men chunki Koreyada yurib, O'zbekistonga kelsam, hamma mevalar bormikin desam, mana xo'jayinim baraka topsinlar, olib kelibdilar. Mana bu yog'ini ko'p joyi chirib qolibdi. Anaqa sotilgan paytda chirikligi bilinmaydi-ku. Chiroyli butunga o'xshaydi. Yo'q, chirigiga ko'proq chiqib ketdi, mayli. O'sha buyurganini yeymiz-da, buyurmaganini nima qilamiz endi? Hayvonlar ham, parrandalar ham, qushlar ham yesa mayli. Qolgani shu qushlarniki ekan-da, hayvonlarniki ekan-da dedim xo'jayinga. Qolganini mana yedik, yeganimizdan qolganini ham siz uchun eslatish uchun mana tabiiy glyukoza, tabiiy qon-da bu. Hozir mana shu bozorlarimizda bor. Mazza qilib bolalaringga olib beringlar, quvvat bo'lsin bahor uchun. Katta-yu kichikka bering, mazza qilib yesin. Har xil shirinliklardan ko'ra shuni yeganimiz eng foydali. Bu shokolad ertalabda haligi endi hali xafa bo'lib qolishmasin sotuvchilar mendan. U shirinliklardan ko'ra, ishqilib demoqchiman, sun'iy shirinliklardan ko'ra shularimiz eng foydali. Birinchi o'rinda ko'proq qovun yeng, bolalarga quvvat bo'ladi, yosh qarilarga ham bering. Agar iloji bo'lsa qarindoshlaringiz bir joyda o'tirib turgan, haligi qarovga muhtojlar bo'lsa ham qovun bilan ko'rgani boravering, baraka toping, mazza qilib tanasi yayrasin. Qovunni bitta o'zi yemaydi-da, oilaviy yeydi-da, savob yana ham sizga tegadi. Savob yegani uchun umidvorlarga ham tegadi. Ilohim baraka toping, tanasi yayrab yeydi-da qovunni, katta-yu kichigi. Shuning uchun qovun ko'tarib borsangiz ham bo'laveradi. Hozir hamma yeb olsin degan maqsadda atay mana oldim. Xo'jayinim olib kelibdilar. Sen qovunga to'yib to'ymadingmi? Koreyaniki qanaqa dedi? Yo'q, Koreyaniki shirin, boriga shukur, nolimayman. Nu, teplitsani ichida bo'ladi-da. Bizniki mana tabiiy quyoshda pishgan. Ona zaminimiz, O'zbekistonimiz jannat makonda. Qadriga yetinglar. Musofir yurt ketsalaring, sizlar ham qadriga yetib qolasizlar yana yurtimizda. Boriga shukur. Shu O'zbekistonda meni yaratganingga shukur. Alloh subhanahu va taolo o'zingga behisob shukrlar bo'lsin. Bergan ne'matlaringga shukur bo'lsin. Ko'zimga surtib yeyman, bilasizmi? Siz ham yeng. Xo'p? Yeng, yoqimli ishtaha bo'lsin.